Ismat sizmi? Ha, men. Yomon yo'lga kirgan bachalar tarbiyali ekanlar. Ha, to'g'ri. Shunga men ham bacham olib kelgandim, tarbiyalab berasizlar deb. Yo, men hozir unaqa ishlar qilmayman, uzr, men. Mana 10 ming. Bachani tarbiyalaganingizdan keyin yana 10 ming bor. Hamsa, tez o'ya uchun. Hamsa doktor emas-ku bu, kim bu? Dada sashab ketdi. Yangi proyekt. Nima qilish kerak? Tarbiyalash kerak. Ya, men birov bachasini ura olmayman, u sizni bachangizni urayapti. Men urmayman men buni. Nima yetishmayapti senga? Odamlarning menga qilayotgan muomalasi juda ham yomon. Men Yevropaga yashamoqchiman. Hamsa ikki ko'zimni o'rtasiga urildi. Hamsa o'zgarmaydi-ku bu shuncha ursaga. Bilmayman onasini sen zokir g'ayraverandi. Sen u beqiliq qiliqlaring bor-ku, shuni urib to'g'rilayandik. Shu qiyringa urgandik. Ha, men ham tepandim, qiyringa tep o'tdim. Siz ana berma urandik, siz aylanib berma tepandik. Shunda yaxshi bilaman. So'ling. Qotiring hamsa yana shu joyda. Ana. Ha, ana beriga urgan ekaningiz, ana beriga urish kerak. Hamsa, endi men tutaman, siz uring. Qanday hamsa? Bacham tayyormi? Ha, tayyor. Assalomu alaykum. Hadda ishlab bo'lyaptimi? Batar bo'lganki bu. Olib kelgan sariq sochingizdan yaxshi-ku. O'zi biza programmani ozgina o'tkazib yuboribmiz. Windows 11 urmoqchi edik, 13 bo'lib qolgan. Ha, qarong'ida urdim-da. Ha, qarong'ida urdi. Kelasi oy kelsangiz, sibroz qilib to'g'rilab beramiz. Masalan, qilib beramiz. Tamam.